muvaffaq bo'lgandi. Mana bu o'yinda ham hisobda oldinda va o'yin qanotdan Amir Rashidov. Qanotdan o'zi tezlikka oldi. Amir Rashidov kirib boryapti, uzatib berdi. Amir Rashidov o'yin qanotdan yana o'z qo'yish uchun. Mana hozirgi holatda ham Sony Kicks majbur qilyapti. Tanish bilan golgacha. 3 daqiqa ichida gol kiritilmasa, keyin yana atni boy berdi. Yana oldinga, yana yuqoridan va yana unga nisbatan qoida buzildi, ammo to'p qolgani uchun ham Sony Kicksda hushtak chalinmadi. O'yin qanotdan jarima maydonchasiga kirib borilyapti. Wow, ajoyib noaniq zarba. Amir davom ettirdi hujumni. Qanotdan markazga pas. Vaqt juda oz qoldi. Jamoalar kartochkalardan foydalanish niyatida emas. Sako. Amir Rashidov markazga qochyapti. Ortdan turtib yuborildi, lekin yiqilmaslikka qondan uzatma oldinga yo'q. Bunisi ham yetib bormadi. Avaz Erkinov